Va nihoyat farzandimiz ismini va rasmini Telegram kanalga joyladik. Kimga qiziq bo'lsa, profil shapkasidagi silka orqali o'tib ko'rsalaring bo'ladi. Undan tashqari endi men 1 oy Instagramda ijod qilmayman, chunki farzand bilan qiyinroq bo'lar ekan. Video olish, uni montaj qilish, Instagramga joylash. Undan ko'ra menga Telegram kanalda dumaloq soобщениyalar orqali sizlarga yetkazib berganim yaxshi. Shu sababli sizlarga qo'ymoqchi bo'lgan videolarimni, sizlarga gapirmoqchi bo'lgan gaplarimni hammasini Telegram kanalimda olib bormoqchiman 1 oy, ya'ni farzandimning chillasi chiqquncha. Shu sababdan sizlarga aytib qo'yapman, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun Telegram kanalimga o'tib olinglar. Telegram kanalim atga 2 kun ochiq turadi. O'tib olgan odamlarni qabul qilganimizdan keyin 2 kundan keyin Telegram kanalni yopamiz va o'sha yerda bor obunachilar bilan birgalikda 1 oy hayot kechiramiz. Ya'ni meni dumaloq videolarimni, undan tashqari farzandim rasmlarini, farzandim bilan bo'layotgan jarayonlarda, ozish jarayonlarimni, xullas hayotimdagi hammasini faqatgina Telegram kanalim orqali bo'lishaman va u yerda menga obuna bo'lgan odamlargina bo'ladi xolos. Boshqa odamlar kirib chiqib ketolmaydi, zakrit bo'ladi. Kanalim faqatgina 2 kun ochiq turadi xolos. O'tmoqchi bo'lganlar profilim shapkasiga silka orqali o'tib olinglar. Undan keyin yopaman va 1 oy Telegram kanalimni ochmayman. O'sha yerda bor bo'lgan obunachilar bilan o'z hayotimni bo'lishaman.